ertaga kerak edi. Xudo bo'lmasa. Nega undan qochding? Seni so'raman, o. Yig'lamay eshsa qachon urdim? Urdimmi? Urgan bo'lsam bekorga urmay o'ldirman. Qayer? Qalaysan, Turg'o? İşler yaxshimi? Basharayam ketibdi-ku, ha? Sizga ko'payib ketdi. Ye, qaytaramiz traktorni. Ha, yo'q. O'ljamshid deganlar-da. Qaq ketibsan. Ishgada yur tashlab o'taman. yaxshi. Sayat. Xo'janga nechta qattiqlikda o'qib oldim. Agar yana nariyoqqa ketib qoladigan bo'lsang, oyog'ingni urib sindiraman, tushundingmi? Aleyküm assalam. Qalay? Yaxshi yuribsanmi? Katta bola bo'lib qoldingmi? Ol o'g'lim, ol. Obba seni, barakalla, barakalla. Mana choy ich. Nega qara o'g'lim? Bu otang haliyam ichyaptimi? Xafa bo'lma, choyni ich. Bojan, choyingizni yangilab bera qoling. Assalomu alaykum, bojan. Va alaykum assalom. Voy aylanib ketay, katta bo'ladi. Men yaqinda maktabga boraman. Shunaqami? Qani bo'lmasam, men bilan yuring-chi uyga.
Aleyküm assalom. Rahmat. Suv bor, rahmat. O'zing yaxshi yuribsanmi? Sog'liqlaring yaxshi. Tinchmisan? Barakalla o'g'lim, barakalla. Rahmat. Barakalla. Assalomu alaykum, qadrli qishloq mehnatkashlari. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xo'jaligi va agrosanoat kompleksi qayta ishlash sanoati xodimlari kuni. Shu munosabat bilan zahmatkash paxtakorlarni, Bog'bonlar va pillakorlarni, barcha mehnat ahlini ushbu kasb bayrami bilan tabriklab, ularga osoyishtalik va sihat salomatlik tilaymiz. Mana. To'shatanmi? Tamam. Nonni hilol buyum berdimi? Ha, bu yerda. Ana kitob neyse? Ana kitobni Nur opam berdi. O. Bu kitob qachon o'qiysan unda? Haftaga borsam o'qiyman. Ha, o'g'lim. Katta yigit bo'lib qoldik. Ana kuzda maktabga borasan. Senga kitob, daftar olish kerak. Aytgancha, hozir davlatimiz boshlang'ich sinfda o'qiydiganlarga hamma narsani tekinga beradi. Chet elda bo'lsa, hammasi pulli. Xo'p, davlatimiz borda. Hamma narsani tekinga beradi. Ana shunaqa. Yo. Nali senga hopga ham olish kerakdir, ha? Ha, olish kerak. Qanaqasidan haligi qo'lda ko'tarib yuradigandanmi yo haligi orqaga bosib yuradigandanmi? Ayirchaligidan. Ha, mayli. Ayirchaligidan bo'lsa ayirchaligidan. Tavba. Biz maktabga borgan paytda popkani qanaqaligini surishtirmasdigan. Bu rahmatli jildki bergandilar. Kitobmi, ruchkami, nommi, nima bo'lsa ichiga solib maktabga borib kelaverardik. Siyoh jonivor to'kilib, hamma yoqni rasvo qilardi. Hatto nonni ham bo'yab qo'yardi. Akang ko'rinmadimi? Yo'q. Qayoqda yurgan ekan? Boya pul so'rab keluvdi, bermadim. Armiyadan kelganiga 3 oy bo'ldi. Haligacha bir ishchi boshini tutgani yo'q. Bola ham shunaqa nomaqbul bo'ladimi? Bittasi qochib ketsa, kattasi ko'cha sanga yursa. Ha! Oy! Obbo, hozir. Amayli. Sen uyga bor. Akang kech keladigan bo'lsa, oldin kelaverarsan.
Alijon. Ha. Uydamisan o'g'lim? Ukangdan xavotirib keluvdim. Hayolada sen uydursan. Sen hemen de koy. Yig'ishda bekor yurishing. No. O'zingga ma'qul bo'ladigan ish top. Sen tengilar oila tebratishyapti. Qachongacha tentirab yurasan? Ish qidiryapman. Ishchi nimasini qidirasan? Mana brigadir oldiga bor, ish beradi. Ha, kecha seni so'rayotgan edi. Bermoqchi bo'lgan traktorlarni ko'rdim. Zapchast topib tuzatib olmish. Katta xolamgidan topamanmi yo'q zapchastni? Bo'lmasa rayonga bor, bironta boshqa ish topilib qolar. Rayonda ham ishlamayman. Uni undoq desang, buni bundoq desang. Yo issig'iga, yo sovugiga ko'ndim o'g'lim. Sen tengilar. Nima men tengilar, nima? Men tengilar oila boqyapti rost. Sizdan bir gapirib qo'ying bo'lmasa. Men u ma'noda aytayotganim yo'q. Ishlab pul topgin deyapman o'g'lim. Men esa o'sha ma'noda aytyapman. Gapirib qo'ying kuchingiz yetsa. Gulnoraga. Nima? Qaysi Gulnoraga? Menga rasmni kitob bergan Gulnora opamga-chi. Savaralashma. O'g'lim. Onangni go'rdagi tutog'i qurimasdan turib uylanaman deysan. Eshitganlar nima deydi? Sen bo'lsang uyalmaysanmi? Uyalaman. Faqat o'zimdan emas, sizdan uyalaman. Onam o'lgandan keyin battar ichkilikka xuruj qo'ydingiz. Kolxoz raisini ham olib qo'yishib, traktor parkiga qora olib qo'yishdi. Rahm qilishibdi. Bo'lmasa, qilgan avaringiz uchun qamalishingiz kerak edi. Endi bo'lsa 70 so'm oylik bilan umuman butilgan ichga tushib oldingiz. Qishloqda hamma orqangizdan qurbon piyon deb chaqiradi. Qarzamaga odamingiz qolmabdi. Shundan uyalaman. O'sha lavozingni. Islam o'zim bu pulimga ichyapman. Meni sen qoluvding. Meni tergamagan. Yo'qol o'zimdan. Abzaq. Ketaman. Haydama tezam ketaman. Sen nima ovqating yemayapsan? Al. Ya, o'zing o'ylab ko'r, Ranjon. 70 so'm oylik bilan tirikchilik qilib oladim, ha? Yo, sen menga rost aytaver, uyalma. Bunun ustiga katta o'g'lim Xomijon uylantirib qo'yin deydi. Bunga nima deysan? O'zing kelib gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Menda rosti, bularning yoshida Men rais bilan gapirdingmi deb so'rayapman. ha, gaplashdim. Yana biroz sabr qil deydi. Men bu ish yo'qmish. Yana 1 yil kutarimizman. Unga kirib, yotog'i bilan tushuntirgin.
O'zing har holda u tushunar. Do'sting edi. Ya bo'ldi. Borsan ham ertaga ertalab kirib gaplashsammikin, ha? Xo'p, endi men boray. Vaqtim hali mahal bo'lib qoldi. Uyga boramizmi? Sen boraver. Men az daha ishlarim bor. Nima araysan? Gel. O'tiring boja. Rahmat qizim, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom oğlum qani. Qani o'tiringlar-chi. O'tir. Ye, o'tir.
Mana bir piyola choy ich. Kel oğlum. Bardağımı sokla. Xudoga ming qatla shukr. O'zing tinchmisan? Rahmat ota. Dada bir pas o'ynab kelsam maylimi? Mayli. Uzoqqa ketib qolmagan, xo'pmi? Endi o'g'lim shu gaplarimni qulog'ingga olsang olarsan. Olmasang o'zing bilasan. Rahmatli otang bilan ta umrini oxirigacha qadrdon do'st edik. Shuning uchun men ham senga ota o'rnataman. Mana yoshingam bir joyga borib qoldi. Endi ichkilikni tashlasang bo'larmidi? O'zim ham tashlamoqchi bo'lib yuribman. Barakalla o'g'lim. Barakalla. Bu ishdan yaxshilik chiqmaydi. O'zingni o'ylamasang, bolangni o'yla. Onasini yildan keyin uylantirmoqchiman. Yo'q. Men Xomutni aytayotganim yo'q. Kichkinangni aytyapman. Buning boshqacha. Ehtiyot qil, o'g'lim. Hop otaxon, menga ruxsat. Hop, shoshtirdim. Bora qol. Omon bo'ling. Aziz. Abi çıkan iyi demezse. Abi geldiğin kuruma kurup arkasından arkası koyamayacağını can bolam. Ha? Tog'a, Qarshidan kelyapman. Qarshidan. Odamlar yo'lda ovqat o'tiribdi. Ovqat yeb ketgim deb yalinyapti. Yeganim yo'q. Marhamat qizillar. Ajoyib bir qo'l bola qaynatma sho'rada ushlab qo'yganman. Qani.
Yemayman. Yemayman. Hey, bola. Odamlar. Odamlar. Shu sigaretni chakvasam maylimi? Hop, mayli, chak. Yo, shuni chakvasam maylimi? Hop, chak. Yo, shuni ham chakkani qo'ymaysizlarmi, a? Maylimi chakvasam? Mayli, chak. Chekin kiravay. Bizga gaz bersang bo'ldi, bolam. Gaz bersang bo'ldi, jon bolam. Chakvasam maylimi? Chak. Hey, bolam. Sanga? 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 Voy, bolajonim. Mana. Qolganlar keyin bo'ldi. Qolganlar keyin oladi. Jon bolam, baraka topsin. Menga ham gazingdan tashlab keta qol. Jon bolam, yo'qdimi? Xolang o'rgulsin. Ey, xola, o'tgan safar ketdim. O'tgan safar emas, oldingi safar jon bolam. Tashlab keta qol. Qachon? O'tgan safar. Yo, qachon? Voy bolam, o'tgan safar jon bolam. Ana, olgan ekansiz. Voy nima qiladi? Xola, sal hisob kerak. Bu davlatning gazi bu. Sal ekonom qilish kerak edi buni. Bunaqa yana mana 4 ta qishloq bor, bilasizmi? Sal ekonom qilish kerak edi. Bunaqada hech bo'ladimi ekansiz? Xolaginang, Hali hisob kerak odamga. yo bitta tashlab keta qolgin jon bolam. Ana qara. Voy, Voy, yirtayni ko'kaydan akeling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmanirrahim. Qani birovni. Amin. Allohu akbar. Rahmatli ulug' bo'lsin. Yaxshimisan? Bokirvoy. Abi gazni oldingizmi? Zokirvoymi? Zokirvoy gazni olib, o'sha gazni oshib, pishirib yeb, bu yerga choy ichgan chiqdilar. Ochdan qo'yayotgan Shaka! O shaka! O qaqpasdan qissa qar so'rasang bermaysan ahmoq qo'yol. Mana shu oldimizdan o'tgan shu gazni quvurlar kichkinagina bir truba tortib o'tsak bo'lmaydimi? Barakalla. Ja, to'g'ri aytasan. Voy, agar o'sha trubaga bitta jo'brani ulasak, gaz balonimizda bemalol to'lg'izib olaveramiz-da. To'g'ri. Mana bu rayondan gaz tashiydigan mashinani hojati ham bo'lmaydi. Unda bu jo'ravoy gazchi bekor yurar ekanda. Otaxon, o'sha jo'brakka jo'ravoy gaz boshliq bo'ladi. Unda yana o eski xonmon bo'lar ekan. Bu nohiyamizda qancha qishloq bor, otaxon? Nohiyamizdami? Hozir O'rta Saroy. Shta. Bu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umzovoy. Qizing tushgan qishloqda gaz o'tganmi? Yo'q, o'tmagan. Demak 11. Bundan keyin mana bu yerda bir qishlog'imiz bor-ku, otilma. Beshchinor. Ana o'sha Beshchinor. Bu bilan 12 ekanda. Viloyatimizda qancha? Viloyatimizda juda ko'p. Bu hammasiga bittadan jo'brak o'rnatsa, bu O'ralga qachon gaz yetib boradi? Ey, qara, uni qo'ya tur.
agar har bitta qishloqqa bittadan jo'mrak o'rnatsa, bu jo'rak gazchi u jo'mrakdan bu jo'mrakka qadlay yurib esib ketar ekan-da. Unda jo'ravoy gaz emas, jo'ravoy jo'mrak bo'lar ekan-da. Kecha Saidjon kelamiz, rayonga tushdik. Magazinlarni aylandik. Haligi aylantiradigan ot nima edi? Otlari bor-ku, o'shanga olib tushdim. Xorosqon olib berdim. Shar olib berdim. Uyga borguncha shari ham yorib bo'ldi. Asli kitob bersam bo'lar ekan. Shu ro'zg'ordan sal qiynalyapmiz. Bunaqa desam, shunisiga ham shukr. Bir boqonki non 24 tiyin, suv bo'lsa tekin. Ana shunaqa gaplar. Kecha Saidjon oldiga kelgan ekan. Urushib berdim. Xavotir olib rosa qidirdim-da. Sen xafa bo'lma. Keyingi safar o'zim bilan birga olib kelaman. Xo'p, mayli, men boray. Hali raisga ham uchrashishim kerak. Assalomu alaykum. Salomatsiz? Sog'lar yaxshimi? Uyda tinchmi? Bolalar yaxshimi? Salomatgina, keynam yaxshimilar? Hammasi bola chaqalar, hammasi. Yaxshi salomatli, yaxshimiz aka. Salomatmi? Ya bir keluvdi, ziyorat qilgani keluvdi aka. Kelinizni ziyorat qilgani keluvdi. O'zingiz yaxshisizmi? Sizlar ukalarim yaxshimi? Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hop, omon bo'linglar. Salomat bo'ling. Bo'pti, hop. Bir ziyorat qilib keluvdi-da. Men unda qarz so'raganim yo'q-ku. Ish so'radim. Menga qarab pulvon, juda e'tiborli odam. Eshitib bo'ldi. Odamga alam qilar ekan. Odamcha o'zi mehnatdan boshqa nomard, aytgan ishingizni qilaman. Faqat oyligi tuzroq bo'lsa bo'ldi desam, avval ishdan o'zingizni ko'rsating. Tashingizni qo'ya qolsang bo'ladi-ku. Qaramam ishdim. Xo'sh. Sana qasaming eskira qasamlar deydi. Rosa bog'labdi. Men sana arpani xomurgamidim. Axir men ish so'radim, ish so'radim. Qo'shib gaplaring. Pul so'raganim yo'q, ish so'radim. Eshitdim. Gap qo'shib yubordim. Shunday.
Qarovullarga yeylik. Sayid, yaxshi. Ke. Ha, malades. Beni maktabga borasan-a? Ha? Dadam senga popka beraman deganmidi? Ha? Haligi Aychan rasm bor-da-na? Ha? Xohlasan senga hozir o'sha popkadan olib beraman. Oye. Naqadi? Hozir kelasan. Hali dadam korjomasi bor, qora. Ishga tegib boradi. O'shani mana bunaqa cho'ntagida pul turadi, mana bunaqa cho'ntagida. Pul olib chiqasan. Xo'pmi? Ha, qo'rqma. Dadam sezmaydi baribir, mayli. Baribir dadam buni ahvolda senga popka bermaydi. Qara ichib o'tiribdi. Qo'rqmagin, o'pmi? Bor. Amalaklar, bor. Tezroq bor. Bor tezroq. Aka, popkadan birga boramiz-a? Endi bunda aka. Sen aytgan popkadan bizmaganda qolmabdi. Yaxshi. Ertaga shahardan olib beraman, xo'pmi? Sahnadan bilib qo'ysa pulni menga berganini aytmaydi. Tushundingmi? Shunaqa bo'lsin, bor uyga.
Nega onangni rasmdan so'ramasdan olding? Sindirib qo'yasan-ku. O'lama, o'lim. Sayın, dur. Narizimga vakı. Ya. Furkan. Sayın. Furkan. Sağ ol değil mi? O kendi adamı. Sağ ol değil mi? Furkan'ı diyemezsin ya! Sağ ol değil mi? Hani oğluna mı kendin? İhsan! Ha? Bu da sağ ol değil mi? Kanıt var, Furkan'ı var! Kurban nima qilyapti? Menga qara tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Mana bu eshak ko'zlarimda pullab qo'yibdi. Kim o'rnatding bu eshak? Sen qayerdan o'rnatding o'g'lingni? Shoshma. Buni hatta. Qo'rg'on aka. Abbakim o'zini yolini tushirib qoldirgandir. Nega tushiraman? Nega mana shu turgan edi? Shundan boshqa kim oladi? Kim oldi eshak? Kimlarcha? Sana kim o'g'lini o'rnatdi? O'g'lini qilgan qo'llaringni ko'rib ketsa qilmayapti. Hozir qilandi Manda o'g'il chiqdi ya qo'shlar. Arman buronim qarindoshim yomorim yotdimi? Qo'ying, aziz o'zim boqing. Qarindoshim o'tiring. Yaxshi bola. Qani? Endicha bitta ish qilasiz. Mana pulni olib, magazinga cho'kib chiqasiz. Yandan olib kelasiz. Xo'pmi? Menga berishmaydi-yu. Nega bermaydi? Qulmat akam yetinsiz berib yuboradi. Choping. Ney? Sizlarga pechenye oling, yigit. Ota o'g'il. Oh! Sayinjon! Gel aka. Otang uydami? Yo'q, dalar. Sen aytib qo'y, menga uchratsin. Ana bu olgan qarzini. Mayli. Aytdiki, choyxona shamasini oldiga borar ekansiz degan. Xo'pmi? Xo'p. Qay odamlarga qara. Yeshu desang, turtu desang, shu desang, sen. Salaminkan? Assalomu alaykum. Ay, malades. Ulkan yigit bo'l, ulkan yigit. Ay, to'xta. Sana bir shokoladim bor, shuni berib ketaylik, ha? Nah, shokolad ol. Qani, mаған nasang 5. Nasni bir nasni tay. Voy, shuni qarang, shuni qara. Ay, yaxshi. Ko'kimga salom aytay. Men borayman. Toy ichamiz. Qani bu yoqqa. Bir yigit. Talab turib yugurib ishga o'tiribdi. Ha, o'sha burchakka bor. Taxlab qo'yamiz. Ha, o'sha burchakka. Ha, yasha. Aka yugurib kelib qo'limda yerga tirab mamlakasiga ana shu bir chol qarab turganimiz. Ha o'g'lim,
Nima qilyapsan? Bu tayindagi joron qari. Zab dastyor topildi-da. Juda ho'kizday kuchi bor ey. Eng muhimi so'qish kerak emas. Urush kerak emas. Yaxshi gapirsa bo'ldi. Ha, uni nima sizni urasan, o'zi xudo urib qo'ygan bo'lsa, to'g'rimi? Menga ole. Jinnilarda kuch ko'p bo'ladi. Bo'lmasa hamchi. Kuch munda bo'lmaysa endi bo'lamidi? Dalaga chiqmasa, ekin ekmasa, yer chopmasa, ekin tomoni ursa, tag'in nima bo'ladi? Vaalaykum assalom. Kim o'g'li bu? Tanimadingmi? Ali Qurbon piyonning o'g'li. Qurbon piyon. Qurbon piyonni? Ha, shu o'g'li yapamadi uni. Rahmat. Qilgan xizmatingga rahmat. Qalbi yoqagachi. Yoqaga. Yoqaga. O'tirsin. Shundan paydo bo'lgan bu o'lmasdan biz o'larmishmiz. Nechga kirding? Ha? Ne? Qodirqul, bu shogirdingni uylantirmaysanmi? Xudo xohlasa shunaqa niyat bor. Yoki ko'z ostingga olganing bormi, ha? Shoshmay o'tir. Menga shogird tushmaysanmi, ha? G'isht tashiysan. G'isht zavodida g'isht tashiysan. G'ishtni mashinaga yuklaysan, olib borasan. Mashinadan tushirib, o'sha mashinada qaytib kelasan. Yana yuklaysan, yana olib borasan, yana qaytib kelasan. Moyani qo'yib berish kerak-da. Moyasi baquvvatda, shuning uchun aytyapman, ha? Ishlaysanmi? Adabiysanmi? Nima deyapti? Adamiysanmiz deyapti. Seni aldab o'libmanmi? Ishlaysanmi? Qani turish o'rningdan. Qaddingni ko'tarchi. Voy bola. Qo'lingni ber. Demak kelishdi-ya. Qani bo'lmasam shogirdingni bir tekshirib ko'rmaysanmi? Hali? Qani hozirchi? To'xtatda. Ona yashini ko'tarchi. Nima? Ko'tar. Nima kerak? Ustiga yer tavoy. Yana bitta. Hozirda. Qalay, ustiga 4 ta yashik qo'yib, o'zing ham minsang, seni ham ko'taradi. Ko'tarolmaydi. Ko'taradi dedim, ko'taravermayman tavoy. Yana bitta. Hozir ko'taradi dedim, tudanga. Nima kerak? Ko'taraladimi endi? Ko'tarolmaydi dedim, ko'taravermayman tavoy. Garo'yna. Uzdimma. Ko'taradi. Hali bo'sh qarab. Ya, mana. Baraka. Yaxshi. Akam bu. Qani? Qani. Hoppa. Ko'taramas ekansan. Ko'k. Umma shogirdlikka yaramaydi. Kulishini qarang buni. Ko'taradi ding-ku. Bolani bekor xafa qildilaringda. Bekor. Gap ko'p aylantirmasdan borib tek yarim topishsanchi.
Yaruvchidir. Yomon odam tanda. Tanda totib bo'lmayman. Bor. Aravani tort. Iya? Hadi şuradan sen. Ne vereyim? Oğlum, ayetleri pokeran yerin. Uningachi men zakuska berishi mumkin. Adaydan so'rabkechi, kerak bo'ladi. Voy, menga qarab zararo qani bu, ha? Hozir. Iya. Bu namuncha bu aka uka. Bu magazinga sir qatnov bo'lib qoldilar ya. Aka, men telefonni oldilarmi? Aniq telefon. Akangchi, mana bunaqani usta poychog'idan olib ketdi. Qani? Mana. Qani? Boring endi uyga. Adayib qo'yandilar. Voy молодец, oto'g'il. O'tiring, ne? Qarang, Qurbon. Bu o'g'lingda ashora o'qib qolibdi-ku. Bo'ldi-ku, ha? Kachi to'poldi. Yaqinda maktabga boradi. Unga chiroyli fokus olib beraman. Ha, qalaqashganda, ha? Said. Qalaqashganda. Ali. Ha, ayasanlar. O, ayasana. Unga fokkayama, unga ayasha olmasanga bo'laveradi. Mazza, Saidjonga mazza. Ham pokkalik, ham ayachalik bo'lib qolar ekanda. Kelinglar yaxshi. Mana shuni uchun bir ichaylik ya. Hadi. Shura. Qani? Robda. Menga hech kim kerak emas. O'zi yaxshi ko'rasiz, qo'ycha. Choyini. Uydagilarga ovqat suzayotgandim. Xo'sh, nima qaror kelding? Ketasanmi yoki? Hamid aka. Muncha qiynading yo hada yo yo'q. Dadingizni o'ylamasangiz. Kech bo'lmasa Saidjonni o'ylasangiz-chi. Axir siz ketib qolsangiz, u bechora nima qiladi? Meni kim o'ylaydi? Armiyadan kelganimga yarim yildan oshdi. Hamid aka, yana bir pas sabr qiling. Balki biror bir ish topilib qolar. Qachon? Otam ahvolga tushgandan keyinmi? Mayli. Xo'p. Siz aytganchaligim bo'ldi deylik. Siz bilan ketdim ham deylik. Lekin meni ota-onam bu qishloqda qanaqa qilib bosh ko'tarib yurishadi? O'zing bilasan.
Bismillah. Saidjondan xabar oldim. Joy topgandan keyin bilan birga sendan oxirgi iltimosim shu. Endi seni ortiq ketishga majbur qilmayman. Menga bo'lmasa boshqasiga birontasiga tegarsan. Turmushing ham yaxshi bo'ladi. Bola-chaqa qoldirarsan. Lekin sen ham men onamga o'xshab 40 yoshga kirmay. O'shanda qilgan pushaymoning kech bo'ladi. Men undan qarz so'ramadim-ku. Ish so'radim, ish shuvatsanmi ish so'radim ben. Ha, bo'pti. So'radim ben. Qurbon aka. Yo, axir qirq ola bo'ldi. Qadrdonligiga kelib, olamim. Shusa ham bo'ladi endi shu. Xo'p. Sayın! Su akı! Sayın! Su akı! Toprağı güzel mi sandın? O gençler. İçkilerim padırga lanet. Ağzı ot ketadi. Vay. Bunaqa qayqirmasin. O'laman bo'ldim. Aysetin? Meni ojonimniki. Aysetin? Sani ham onang bormi?
Olma düşkende gelin, tagine düşkende gelin. Orkasacı camalak, birine düşkende gelin. Новую вражду и новую обиду. Даже национальное самосознание обнаружило себя к нашему общему горю в жестокой непримиримости к ближайшим соседям. Что же получается? Что возросшая в обществе свобода освободила худшее в нас, а не лучшее. Обо всем этом, а также о том, как важно противопоставить нетерпимость и чувство доброе, я недавно прочитал в статье известного публициста Ирины Сергеевны. Я должен сказать, лично я думаю, что в наше политизированное время как никогда ранее возрастает роль культуры и духовности, духовного становления личности, гуманизации всех сторон нашей жизни. Размышления критика, доктор исторических наук, профессор Шрамин, артист современного театра, репортаж специального корреспондента «Правды» Ладыни на втором международном фестивале «Телевизионных фильмов», рассказ нашего собственного корреспондента «Исторических традиций белорусов», детские эпиграммы поэта Дудина составляют сегодня содержание многих передовиц центральной газеты. Почему же сегодня ожесточение подозрительности, эгоизм и нетерпимость? Я еще раз повторяю, что демократия – это не анархия, что, получая доступ к микрофонам и экранам, хотя на митинге, наши соотечественники охотнее всего опускаются во взаимную глубину, порождая новую вражду и новую обиду. Даже национальное самообличение обнаруживает себя к нашему ближайшим соседям. Что же возросшая в отпуске свобода освободила худшее? Вот недавно, например. Последних продукт боятся. Вот жатва пенсионского зенита. Урожай убран наполовину площади Колосовых. Косовицы их начали горные и предгорные хозяйства. Что я хотел по этому поводу сказать? Создается впечатление, что все еще не преодолен разрыв. В день этого вопроса в нашей делегации до кандидата было всего несколько голосов. В целом, я доволен содержанием принятых съездом документов. Но как бы при сохранившейся еще тяге к административно-бюрократическим методам, эти решения не остались на бумаге. Взгляд изнутри. А как вы узнаем об этом, когда буду выступать перед коллективом. Держать отчет за работу человека, государства. Dagine düşkende gerek, olma düşkende gerek. Olma akıp gitarı, ana küçük gitarı. Olma akıp gitarı, ana küçük gitarı. Olma akıp gitarı, ana küçük gitarı. Traktör bitmez. Tamam, kimde oynuyorsun? Var mı kuşağına? Kurduğu yok, Kur'an'da sırayla hayal ediyor. Gene bu işgal kılmaya kurban. Reisli kapını gavrun ona. Yoksa kurban. Gavrun bana ya. Yeah. Yeah. Try to judge you, Rigango. Ana bu. Hayal ediyor. Kolay giyince. Ana! Şuraya! Hadi! Hey, çekin lan! Bana bu zil! Sıraytın hele gelme! Öde!